Qamoqxonaga yangi mahbus keldi. Oy, senlar bu bilan urushma, tushunyapsanlarmi? Ha, xo'p, janob, kim ekan u mahbus? Jo'xa, bu janob mer, sen tufayli uni qilmishlari nima edi? Короче, aniqlandi. Xullas, urushmay turinglar. Jo'xa, seni hozir chiqazamiz, tayyorlanib tur. Aha, xo'p, rahmat, brat. Mayli unda, tinch o'tirlaring. Jo'xa, sen ozod etilasan, juda ham zo'r. Ha, janob, siz deb bo'ldi, siz katta yordam berdingiz. Nima, senlar hali bir-biriga yordam berdingmi? Ha, biz shunaqa qildik. Ya'ni sizni nohaqligingizni, ya'ni to'g'rirog'i Jo'xani haqligini isbotladik. Obbo, yaramaslar ey. Jo'xa o'zi hammasiga sen aybdorsan. Nimaga men aybdor ekanman? O'zingiz aybdorsiz. Agar siz o'sha mashinani olib kelmaganingizda hammasi zo'r bo'lardi. Sen prank qilmoqchi bo'lmaganingda bu vaqtda ikkalamiz ham ozodlikda yurgan bo'lardik. Siz jinoyat qilasiz-ku, men javob beramanmi? Bilmayman xullas. Janob mer, siz aybdorsiz, Jo'xa aybdor emas. Rahmat, brat, addushi, siz katta yordam berdingiz menga. Chiqisi yo'q. Voy Jo'xa, chiq bu yoqqa. Assalomu alaykum, janob politsiyachi. Jinnimisan, bir kunda 806 marta salom berasanmi? Xullas, seni janob boshliq kutyapti. Oldiga borgin, xo'pmi? Ha, xo'p, janob merga ikki og'iz gapim bor. Mayli. Janob mer, siz bu ishingizni bekor qildingiz, lekin mayli, siz ham qachonlarda chiqarsiz. Nima, men chiqaman yaqinda, ko'rasan. Hozir sizni sud qilishadi adashmasam. Nima? Qanaqa sud? Obbo, meni sud qilishmasa men qamalishni xohlamayman. Yo'q, qamalasiz. Siz xohlashingizga hech narsa bog'liq emas. Brat, xato qilgansiz, bilaman, lekin sizni ham qamoqdan chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, bo'ladi. O'zi meni muddatim kam qolgan. Qancha muddat qolgan? Menga jami 3 yil muddat berishgan. Atiga 2 oy qoldi. Ha, unda hech qanaqa yordam bermasam ham o'zingiz chiqar ekansiz-ku. Shunaqa. Rahmat senga yigitcha, sen yaxshi do'st bo'lding. Rahmat sizga ham, siz ham katta yordam berdingiz. Mayli unda, sog' bo'l. Aha, mayli. Jigarlar, bo'pti, sog' bo'lasizlar, sizlarda ham mayli. Assalomu alaykum, janob. Va alaykum assalom. Qalaysan? Jo'xamisan? Isming kim edi? Jo'xaman, o'zingiz yaxshimisiz? Men sendan hol ahvol so'radim, tentak. Mayli, yaxshi. O'zing ham tinchmisan? Rahmat, zo'r. Chaqirtirgan ekansiz. Shunaqa. Xullas, ana u janob mermi, boru rais. O'shani sud qilishimiz kerak. Sud zali yo'q bizda, bilasan. Sud zali tayyorlash kerak. Sud zali albatta tayyorlayman. Qayerdan tayyorlay? Qanaqa qilib tayyorlay? Qamoqxonaning ustida juda ham tekis katta joy bor. O'sha joydan tayyorlasang juda ham zo'r bo'lardi. Ushbu qamoqxonaning ustini aytyapsizmi? Ha, xuddi o'zi. Ana chap tomondagi yashikni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. O'sha yashikning ichida karostak narsalar bor. O'shalardan foydalanib normalroq birorta sud zali qurib bor. Keyin jitellarni ham sudga taklif qilish kerak. Janob mer boshqa kirdikorlarni ham bilishni aytishadi. Mayli unda. Lekin agar janob merni qamab qo'ysanglar, qishloqda kim mer bo'ladi? Xohlasanglar o'zim mer bo'laman. Yaxshi fikr. Mayli unda, men ketdim, ishni boshlayman. Instrumentlaring bormi? Ha, avval qo'limga instrumentlarni topib kelgandim. Juda ham yaxshi. Bo'pti, ish boshla. Mayli, rahmat kattakon. Mayli. Doim haq yo'lda bo'lsang, biz seni ozodlikka chiqarib yuboramiz. Bratishka. Rahmat kattakon. Bo'pti. Ishni boshla tez. Mayli, xo'p. Ana endi obunachilik ko'rdinglarmi? Albatta men jinoyatchi emasligimni ular bilishdi va tan olishdi. Obunachilar, sizlar ham o'zingizlarni doimo haq yo'lda yurg'izinglar. Ya'ni doim yomon ish qilmanglar, faqat yaxshi ishlarni qilish kerak. O'shanda bemalol hamma sizlarni yaxshi ekanliklarini tan oladi. Xo'p, biz mana bu yerdan ana endi sud zali qurishni boshlaymiz. Bizga toshlar kerak bo'ladi albatta. Qanday chiqazishni o'ylab o'tirishim shart emas. Mana oddiy mana shunaqa zina usulida chiqazib boraman yo'lda. Xo'p, mana va mana takoy. Endi mana bu yerda yarimtali blok qilib chiqish kerak, lekin bu oddiy blok bunaqada chiqish qiyin bo'ladi anchagina. Mana bu yerda yarimtali, bu bittali blok ekan-ku, bizga yarimtali blok kerak. Yarimtali blokni qayerdan topaman? Mayli, toparman hozir qayerdandir. Mana shular yarimtali blokda, lekin bular oladigan bo'lsam, tagi ochilib qolmas ekan, juda ham cho'tki. Tagi ochilib qoladimi deb o'ylagandim. Ataga mana shulardan shunaqa va shunaqa yana bir nechta kerak bo'lyapti. To'xtanglar, mana buni buzib tashlaymiz, bu yerdan olib tashlaymiz. Buni joyiga mana qilamizda. Mana ikkitani bunaqa qo'yib olamiz. Ko'ryapsizlarmi? Kallani ishlatsa og'rimaydi-da. Ishlatiladigan narsa kalla. Ishlatib turish kerak ora-orada, og'rib qolmasligi uchun. Hop, bu tomondagi ikkita mana blokchani olib tashlaymanda, o'rniga bu kattadan qo'yib yuborsam, menimcha bir-biriga mos tushadi. Mana bunaqa takoy bo'lib turadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu bittani mana bu nechi hech narsa qilmaydi. Mana bu ikkitani mana bunaqa qo'ysam bo'laveradi. Ana endi sud zaliga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizga bitta qamoq kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha sudlanuvchini qamab qo'yish uchun qamoqcha kerak bo'ladi bizga. Mana shunaqa tartibda bo'ladi qamoqcha. 3 ta blok bo'lsa, menimcha bitta kam ekan, bitta qo'shamiz yana. Mana bu bloklar
bilmayman yetish yetmasligini, no yetkazishga harakat qilyapman, menimcha yetmaydi. Yo borib shaxtadan toshib kelamanmi deymanda. Obunachilar lekin qoyilman borib hamma meni tushundi, aybdor emasligimda. Juda ham yaxshi bo'ldi va menimcha bunda sizlarning nimalaring katta, nima edi? Yordaminglar katta. Sababi sizlar kommentariyalarga yozib tashladinglar. Jo'xa aybdor emas, Jo'xaga hech qanaqa ayb yo'q deb o'zingizlar yozdinglar. Sizlarga shu uchun kattakon rahmat aytaman. Obunachilar sizlar bo'lmaganinglarda meni rostdan ham qamab qo'yishlari mumkin edi. Qayerda shaxta bordi qishlog'imizda. Hozir o'shaning uchun ularni ishonchini oqladim endi. Endi ishonchini oqlaganimga yarasha bu yoqdagi buyuradigan ishlarni ham qilib turishim kerak. Chunki ular mendan rostdan ham aybdor emasligimni 100% bilib olishgandan so'ng bemalol любой narsani qilsam bo'laverar ekan. Xotirjamgina. Hozir bu yerni qilib bo'lganimdan keyin sud bo'ladi. Albatta sudni ko'rishinglar kerak. O'shaning uchun videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Hozir sud ishi bo'ladi. Janob merni bilmayman qancha muddatga qamashadi, nima qilishadi. Ishdan bo'shatishlari tayin. Chunki qishloq meri sifatida u juda ham ko'p yomon ishlar qilib qo'ygan. Ya'ni ko'rdinglar nima bo'lgan. Endi yangi janob mer bilmayman, politsiyachini o'zi bo'ladimi, boshqa odam bo'ladimi, lekin agar politsiyachini o'zi bo'lsa, bizda qonunlar jiddiylashadi. Ya'ni har bir qilingan noto'g'ri ish uchun jazo qo'llaniladi. Ya'ni qamaladimi yoki shunga o'xshash boshqa narsalar bo'ladi. O'shaning uchun ham juda ham ehtiyot bo'lib yashashimizga to'g'ri keladi keyinchalik. Shu uchun maksimalni janob merni o'zini qaytarib chiqarishsa ham yaxshi bo'lardi-ku, lekin ayb bu uchun javob berish kerak-da. Javob bermasdan turib qamoqdan chiqib ketishi noto'g'ri fikr. Javob berish kerak. Xo'p, ana endi bizlar shotka bor, shotka qo'yib yuboramiz bu yerga. Eshik bermabdi-yu. Ayo eshik berganmi? Eshik beribdi ekan. Ko'rmabman eshikda. Tosh qo'yamiz bu yerga. Bunaqa qilib o'rtasiga eshikni qo'yib yuboramiz. Qani edi eshik? Eshik bermabdi-ku. Obbo, eshik bermabdi. Qayerdan olaman eshikni men? Mayli bersa kerak, keyinroq olib kelaman. Borib bersa agar. Hop, ustini yopish kerak, ustiga chiqib olishim kerak bir amallar. Ustini yopish uchun albatta bitta bu yerga qo'yamiz, bitta bu yerga va bitta shart emas boshqa. Shunday chiqsa ham bo'ladi-ku. Tak, ana endi ustini mana shunaqa qilib yopib chiqayin. Janob merni ustini unaqa yopib tashlash kerak yo'q, chunki janob merni ustini yopib qo'ysam keyin qochib keta olmay qolishi mumkin. Qochishini o'zi keragi yo'q, chunki qochmasligi kerak. Qamalgan odam qochmoqchi bo'lganda jazo battar og'irlashadi. Baribir toshlar yetmadi demoqchi edim. Mana yerda tosh borligi esimdan chiqibdi. Lekin buni olish juda ham qiyin. Hamma aytgancha menda yer bloklar bor-ku. Yer bloklardan zina yasab chiqib ketsam bo'ladi tepaga. Cho'tga. Ikkita bo'lsa, zato bitta bo'lsa ham bor. Mana bunaqa tursa, menimcha yaxshiroq turadi avvalgiga nisbatan. Bo'ldi. Ana endi sud zalini to'liq qilib bo'lgandan keyin sud ishi boshlanadi. Короче, sud zaliga jinoyatchini taklif etamiz. Marhamat, jinoyatchi, let's go. Janob, bu yerda to'y bo'layotgani yo'q, sud bo'lyapti. Uzr kechirasiz, hayajonlanib ketdim. Ker davay bu yoqqa. Assalomu alaykum hammaga, aziz sud qatnashuvchilari. Bugun sen sudya emas, sen nima sudlanuvchisan, tentak. Uzr aslar, kechirasizlar. Xullas, men qilgan ishimdan juda ham qattiq pushaymonman. Pushaymon Ultra Max Pro Maxman, Note Plusman. Tentak, senga birov telefonda nomini demayapti. Uzring so'ra Jo'xadan. Jo'xa, meni kechir iltimos, men bilmagandim, seni ayblab qo'yibman. Hech narsa qilmaydi janob mer. Tentak hech narsa qilmaydi dema, normal unga yomonlik tilamaysanmi? Yo'q, janob sudya hech narsa kerak emas menga. Shunchaki janob mer qonunan o'zi javob bersa yetadi. Unda sud hukm qiladi. Janob mer uzr kesil bir haftaga qamalsin. Bir haftaga qamaysizmi? Qilgan ishi bir haftalik qamoqda. Mayli, bir hafta bo'lsa ham yaxshilab ta'zim qilyapti, nima qilyapti? Yaxshilab, qarochi jazolasalaring bo'ldi o'sha bir haftada bo'lsa ham. Bo'ldi, o'zimiz yes qilamiz. Jo'xa, sen bu yoqqa keldi. Labbay janob sudya. Xullas, sen bu qilgan ishlaring uchun seni qishlog'imizda nima edi, ichki ishlar bo'yicha uchastkovoy etib tayinlamoqchiman. Nima deysan? Qanaqa uchastkovoy? Короче, profilaktika ishlari bilan shug'ullanasan. Ya'ni kimdir bir-biri bilan urishadimi, nimadir bo'ladi, o'sha ishlarga sen javobgar bo'lasan. Yo'q, janob, menga unaqa ish kerak emas. Men unaqa ishlar qila olmayman. Qilaver, Jo'xa, men o'zim yordam beraman. Siz advokatsiz-ku, qanday yordam berasiz? Ishing bo'lmasin, yordam beraman debman-ku. Yo'q, shart emas. Biratan kechirasiz. Men shunchaki oddiy qishloqdagi ishlar qilib yursam ham bo'laveradi. O'zing bilasan. Jo'xa, sen yomon kamtar bo'layotgansan. Unday bo'lmaydi. Odam ish buyurgandan keyin ish qilish kerak. Siz ish buyurmaysiz. Bu ish menga og'irlik qiladi, janob. Bo'pti, o'zing bilasan. Mayli, unda bor ishlaringni ko'r. Hamma jitelarga ayt. Endi janob Villager, ya'ni janob mer bir hafta davomida men bo'laman. Bir haftadan keyin yana o'zingizlarning janobiylaring qaytadi. Tushunarli. Unda men ketdim, janob. Bo'pti. Sud ishini yakunlaymiz. Sudda qatnashgan hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'linglar.
janob siz video qilmayapsiz, sudyalik qilyapsiz. Ha eshitdim. Xotira pastda qarada. Mayli, короче, jitlar tarqallaring. Mayli tarqalamiz. Jo'xa yutib chiqdi shu bilan. Ha, jo'xa yutdi. Rahmat hammaga. Yo, dahshat bo'ldi sud o'zi ham borib. Obunachilar ko'rdinglarmi? Nohaqlik qilgani uchun janob mer jazosini oldi. Men esa endi borib jitellarga aytishim kerak. Mana bu janob sudya, ya'ni janob politsiyachi, ya'ni janob o'sha короче janob mer bo'lganini aytishim kerak. Mana mashinani nimadir qilish kerak. To'xtanglar, bor sudyaga aytib keling. O'sha mashina, ya'ni jinoyat sodir etilgan mashinani nima qilsak bo'ladi deb so'rash kerak-da. Janob sudya bitta narsani so'rash esimdan chiqibdi. Ha, sen ham menga o'xshab xotirang past ekana. Shunaqaroq. Xullas, ana u mashina bor edi-yu, BMW X8. Xo'sh. O'shani nima qilamiz? Orqasidagi pullar janob mer o'ndirib olgan. O'sha pullar adashmasam ishxonasining ichidagi seyfda turibdi. Qaytarib bagajiga joylaganda politsiyaxonani orqasiga olib kel. Men o'zim olib borib egasiga beraman. Aha, mayli unda men ketdim. Bo'pti. Mayli, xo'p, rahmat. Ana endi boraman-da sirazi nima edi? Короче, mashinani olaman deb kelib politsiyaxonaning orqasiga qo'yaman. Keyin esa mana bu jitellarga aytishim kerak. Xo'sh, jitellar menga qarag'amang. Endi bugundan boshlab janob mer yo'q. Nima bo'ldi? O'ldimi? Yo'q, qamaldi. Nima uchun qamaladi? Jinoyat qilgani uchun. Ha, tushunarli. Endi kim janob mer bo'ladi? Janob politsiyachi, ya'ni sudyalik qiladigan janob politsiyachi bor, ya'ni politsiyaxonaning boshlig'i. Ha, O'sha bo'ladi, короче, janob mer. ha, yaxshi odam, juda ham yaxshi odam. Men ham ko'raman. U galim ham ovoz chiqarar ekanmi? Ha, ba'zi chiqarib turadi. Yaxshi ko'rgan odamlarni oldida. Ha, mayli unda men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Ana jinoyat sodir etilgan mashina bor, o'shani janob politsiyachining ishxonasining oldiga boraman. Ha, zo'r. Mana bizda ham o'sha yoqqa bindirib bor. Yo'q, u jinoyat sodir etilgan mashina, unga minish mumkin emas. Ha, bo'pti, bor. Nima ham derdik senga? Aha, shunaqa. Tushuninglar-da, men iltimos. Xo'p, ana endi jigarlar, короче, bu mashinani shuna haydayman-da o'sha yoqqa olib boraman, короче. Mashinani haydashga unchalik qiynalmasam kerak, sababi ko'p mashinalar haydaganman, bilsanglar agar. Ana pullar jo'la dedi aytgancha janob politsiyachi 9 tak edi adashmasam. Tak 9 tak bo'lsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tak olamiz bu yerdan. Bor mashinani bagajiga joylayman. Ko'proq narsa ketishi ham mumkin bagajiga, bilmadim. Menimcha katta ehtimol bilan, pullar joyiga ekan-ku, bu qanaqa telefon? Mayli, buni ham joylab qo'yamiz. Menimcha janob mer qo'shimcha pul ham o'g'irlagan bilmayman, xullas 9 tak solib qo'y dedi-yu janob sudya. O'shaning uchun o'sha aytgan summasini solib qo'yaman. Endi bu mashinani asta-asta haydab o'sha joyga boraman. Men bu tomondan aylanib boraman. Agar o'rtadan haydasam, yetallar uyiga tegib ketadigan bo'lsa, keyin ular shantaj qiladi. Shantajnikda ular. O'shaning uchun ham ehtiyot bo'l, mana shu tomonlardan haydab borsam, menimcha cho'tki bo'ladi. O'zi shu tomondan to'g'ri borsam, politsiyaxonaning orqasiga to'g'ri keladi hammasi. Tepada sud zali hali ham tugatilgan yo'q. Sud bo'lib yotibdi. Qanaqa sud bo'lyapti bilasizlar? Janob merdan keyingi boshqa jinoyatchini sudini davom ettirishadi. Bir marta sud bo'ladigan vaqtda ko'p kishining sudini birdaniga amalga oshirishadi-da. O'shaning uchun hozir sud tugagani yo'q. Men esa mashinani olib kelib qo'ydim. Bo'ldi, endi bu shu yerda turadi. O'zim esa ketdim. Aytgancha uyga xotinimni oldiga borish esimdan chiqibdi. Xotinim juda ham xafa bo'lgandi qamalganimga. Hozir xotinimni borib xursand qilaman. Yo, dahshat bo'ladi endi.